Bolajonlar, baraka toplaring. Ha, o'shalar ana qurigani yutibsan, qurimagan emas, xo'p? Qanaqa ko'llari salot o'qib turadi ana. Bu uyina tepasiga gulla turibdi, ko'rdingmi? Ular tursin, ha? Yondigilar qara. Baraka topinglar. Qara. Yashaylar, ana. Familiya aytib qo'ylar, kim o'ldi aytib qo'ylar. O'lib qo'ylaydi, qani? Ana kattasi kim o'ldi? Otizmi? Sizchi? Xo'p, maktabda o'qishlar yaxshimi birinchi? U yoqda masjidlar ham namoz o'qiyapsizlarmi? Qanaqa namoz qanaqa bo'lishi kerak, qani? Qur'on haqiqi, ha? Yolg'on gapirish kerak, ha? Qo'ldan ham so'zdan ham ozor berish kerak emas. Yashaylarni ketdi. Yashay, yaxshi o'qibsizlar, baraka topinglar. Sizdan yaxshi inson chiqadi, el yurtga xizmat qilgan inson chiqadi. Tozalik, pokizalik eng insonni burchi bo'ladi, tushundinglarmi? Alloh taolo pokizalik yaxshi ko'radi. Islom dinini ham, pokizalik ustiga qurdi Alloh taolo. Yashaylar. Bu kim bo'ladi u tozotga joylar kim? Mana. Bobolaringizga? Demak, Amir Hamza bobangiz, otasi Said Jahongirxon, ular bobasi Abdulqodir Jiloni. Baraka toping. Sizga o'sha olim bo'llardan o'sha olim nasib etsin, xo'pmi? Tayli sog' kelayotgan g'alaba kuni ham, hayitlar ham muborak bo'lsin, xo'pmi? Yashaylar, umringiz uzoq bo'lsin. Qibray tumani. Xo'p, yon ariq Qoraola yig'iniga joylashgan Polvon ota mozorimiz. Mana katta chinorni olib qolishyapti, baraka topsin. Mana buni ham kecha ekologiyaga murojaat qilishib, bunga doktorlar qo'llashib, ukol qilishib, ish qilib, chiroq olib qolishni harakat qilishyapti. Kecha u yoqdan ekologiya partiya bosh raisi deputatimiz Alloh Xudoy qulib degan bir inson keltirib, balki el yurtga xizmat qilgan ekologiya partiyani raisi ekanlar. Kelib murojaat qilsak, hamma ko'rib ketdilar. Hamidilla akamimiz boshliq bo'lgan Hamidilla akamiz, Qo'zi akamiz bilan mana Nuroniy nomidan keldilar. Xudo xohlasa mana shu bir 2 asr bo'lgan ekan deyapti, o'shani ya'ni asrab qolish uchun harakat qilib kelishdi. Umr uzoq bo'lsin hammasini. Tani sog' bo'lsin.